Roxinda yangilik. Endi Roxin svarkalari bo'yicha Asadbekka murojaat qilaverasizlar. Metal bilan ishlaydigan har xil turdagi texnikalar, svarka apparat, turbogib, armaturagib, burovoi stanoklar deysizlarmi? Asadbekka murojaat qilaverasizlar. Roxin svarkalar degan profilimizda endi svarkalarni sizlarga hammasini obzor qilib ko'rsatamiz va bomba narxlarda ko'rsatamiz. Hozirda plazma rezimiz Kut 81A modelli Texani plazma rezini sizlarga ishlatishni ko'rsatamiz. Qani Asadbek, shu metalimizni bitta qilib ko'rsatib berasiz? Ushbu sex brendga tegishli original Kat 81A modeldagi plazma rezimizda ishlatilish jarayonini birgalikda ko'rdik. Ushbu plazma rezimizda ikki xil vazifasi bor. Oddiy vazifasi, ya'ni svarka apparat elektrod yoqa oladi hamda plazma rez vazifasini bajara oladi. Ushbu plazma rezimiz 4 millimetrgacha bo'lgan listlarni bemalol kesa oladi. Oddiy elektrod ishlatganimizda esa bemalol 3 elektrodlarni yoqib ishlatsak bo'ladi. Ushbu plazma rezimiz 220 volt kuchlanishda, ya'ni uy sharoitida ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli plazma rezlar kerak bo'lsa, bemalol Roxin do'koniga murojaat qilaverasizlar.